Assalomu alaykum qadrdonlar, mana xudo xolasa keyingi navbatdagi Toshkentga ketadigan naqd 40 ta qo'yga yasab bergan qo'ralarimiz mana bu yoqda ikkitasi, mana bitta, ikkita, bu yoqda yana ikkitasi tayyor bo'lgan. Xudo xolasa buni Toshkentga chiqarib oryapmiz. Bugun hozir Isuzu shoplarimiz kelsa, kichkina lavhalar qo'yib olgan. Bundan oldingi videolar ko'rgan bo'lsangiz, ularni chiqarib yordik xudo xolasa. Mana kattasi bilan bitta ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa ularga 10 tadan 8 tadan qo'yga moslab qilib berganmiz. Razmerlari uzunasiga 4 metr, eniga 1,5 metrlik holatida. Hamma yo'q razborka zborka bo'ladi, yig'ilib sochiladigan holatda. Ikki yon orqasini rushutkalari konteyner material foydalanilgan, oxirlari konteyner lis, qalin lis, mana splashni uzun oxir qilib berganmiz. Ikki tarafiga mana bu yog'iga bittadan eshik qilib berilgan. Poltaxtasi sasna, razborka zborkali, hammasi kartsasi bir xil standart bo'yicha yasalgan. Ayollar lagalar hamma yo'q tashab ketadigan xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab bersizlar. Qadrdonlar, shu holatda tayyor bo'lishi hozirgi kunda 5,300,000 so'mdan tayyor bo'lyapti. Polni komplekt holatida. Kattaligiga qaramasdan 5,300,000 so'mga tayyor bo'lyapti. Yig'ilib sochiladigan holatdan, eko tarafdan ham chiqarib tushirib bemalol qo'ylar foydalansalaring bo'ladi. Uzoqlashtiraylik kamerani. Mana xudo xolasa tomlari, falgalari hamma yo'q tashab ketilgan. Qiziqqanlarga pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring chiroyli holatda iloji boricha oz-moz kelishtirib qilib beramiz. Qadrdonlar, mana shu holatda tayyor bo'lishlari 5,300,000 ga tayyor bo'lyapti. Bitta tomlarni mana hammasi bir xil, orqasiga uklon qilib berganmiz. Xohlasalar, misol oldiga salang uklonni oldi tarafga ham qilib berish imkoniyatlari mavjud. Buni o'zlaring talabga qarab turib qilib beraman. Va unisida rassa qilmaydi, faqat rassa qiladigan taraflari mana shapkasi oldiroqqa yana ham chiqarib bering deyishlaring mumkin. Yo bo'lmasa orqasiga tarnon qo'yib bering, hamma suvi bitta joydan to'planib tushadigan qilib bering deyishlaring mumkin. Shunda rassasi, alma rassasi o'ynaydi. Lekin shu holatda tayyor bo'lishi uklonni oldiga yo orqaga pulida raznica qilmaydi. Bu holatda hozir shu sexdan chiqib ketayotgan narxlari agar Toshkentga berib oryapmiz, Toshkentga yo'l kirasiga har biriga, misol bitta mashinaga sig'adi, har biriga 350,000, 300,000 so'mdan qo'shilib qolyapti har birining narxiga. Agar bitta qo'yxona olsangiz, bitta qo'yxonani 400,000, 450,000 ga tashab beryapti. Ko'p olganlari hisobiga hammasi bitta joyga tushadi. Shu hisobiga shopir pullari ancha yengillik bo'lyapti. Qiziqqanlarga pastda raqamlar qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Luks chorvadan uzoqlashmaysizlar. Mana shu raqamlarga telefon qilsalar, xudo xolasa, chiroyli qilib kelishtirib qo'yib beramiz.